Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana sotuvga 2019-yilda ishlab chiqarilgan Gentra avtomobilimiz keldi. Mashinamiz holatlari bilan tanishtirib o'tadigan bo'lsam, 2019 kraskalari top-toza, 195 ming yurgan birinchi pozitsiya. Mana balonlari yumshoq balonlar taqilgan. Mashinamizda chaqa-chuqalari yo'q. Mana mashinamiz zavodskiy gaz ekan. Mashinamizni ko'rib turibsizlar. Holatlari juda zo'r turibdi, lekin yuvilmagan, unga e'tibor bermaysizlar. Mashinani hozir olindi. Mana salonlarini ko'rsatib o'tadigan bo'lsam, video registratorlari bor. Probiga 195 ming yurgan, ABS konditsionerlari bor. Antiradarlar ham qo'yilgan ekan, 7700. Salonlarini ko'rib turibsizlar. Mana cho'kib ketmagan, yaxshi holatda turibdi. Bagaj qismini ham ko'rsatib o'tadigan bo'lsam, mashinamizga zavodskiy gazda ustanovkalar qilingan ekan. Mashinamizni tan narxini 120 million so'm deb belgiladik. Kimga qiziq bo'lsa, pastda raqamlarimizni qoldiraman, aloqaga chiqib baraka qilishlaringiz mumkin. Manzilimiz Jizzax shahri, prospekt, Almas Cafe ro'parasida ofisimiz. Mashinamiz mana kalinkalariga ham tosh tashimagan. Faqat ustini moyka qilinmagan, endi unga e'tibor bermaysizlar. Biron joyda chaqa-chuqalari yo'q. Kraskalari top-toza. Nomerimiz 94 344 81 11 raqamimiz. Kelinglar, ko'ringlar, ma'qul kelsa baraka qilamiz. Naqd avtokreditga ham chiqadi.